komfort zona bunaqa konfetga o'xshaydi. Shirin konfetga o'xshaydi. Insonni asta sekinlik bilan o'ldiradi. Bitta komfort o'ziga kirgizadida avval insonni aldashni boshlaydi. Avvaliga insonni aldaydi, o'ziga og'diradi, o'ziga tortadi. Shunaqa vaqt keladiki, o'ziga og'dirib, o'ziga tortib, sizni batamom shu yoqqa kirgizib bo'lgandan keyin maqsaddan erishadi-ku, shuni o'zi tashlab ketib qoladi. Shuni tashlab ketib qolganida endi yo'qda u komfort. Chunki u yo'qda yo'qlik bor edi-da. Siz hech kimsiz, hech narsasiz qolib ketasiz. Shuning uchun mana shu mutaxassislar ham, ishini ustalari ham doimiy ravishda aytishadi, komfort zonani buzishni o'rgan, komfortingdan chiqishni o'rgan. Komfortdan chiqish sababi, komfortdan tez-tez chiqib, hayotini almashtirib, o'zgartirib yurgan insonlar, ular tez chiqib keta oladi-da vaziyatdan. Har doim komfortda bitta joyda yashab yurgan insonlar uchun keyin undan baribir hayot majbur qiladi-ku chiqishdan. Chiqish keyin chinakam azobga aylanishni boshlaydi. Shunaqa ekan, shu gapni eshitdingizmi, shu komfort zona o'ylashni boshlang. O'sha praktika sizga o'sha ong aytishni boshlaydi. Siz aytasiz, men komfort zonada yashab yurgan ekanman, men komfort zonadan chiqishni xohlayman dedingizmi? O'sha ong mana shunga sizni taxlashni, tayyorlashni boshlaydi. Komfort zonaga chiqishga oid ma'lumotlar, informatsiyalar sizga kelishni boshlaydi. Qayerda komfortga kirib qolgan ekansiz? Qaysi joyda turib qolgansiz komfortga? Ana shundan birin-ketin bitta chiqishni boshlaysiz. Chiqish qanaqa bo'ladi? Chiqish juda ham og'riqli bo'ladi. Qachongacha og'riqli bo'ladi? Faqat boshida og'riqli bo'ladi. Boshida komfortdan chiqishni o'rganguningizgacha. Sababiki, sizni komfortda o'tirganingiz kimlar uchundir ham komfort edi-da. Tushunyapsizmi? Aslida biz komfortda o'tirganida o'zimizni ezib o'tirgan bo'lamiz. Biz komfortda o'tirganda o'zimizni majburlab o'tirgan bo'lamiz. Bizga u bilinmaydi. Ko'zlarimiz o'sha komfortni pardalari bilan yopilib qolgan bo'ladi-da. Siz komfortni buzishni boshlagan kuningiz, ana u insonlarga ham komfort edingizda siz, ularni ham har narsasi og'dar-to'ntar bo'lib ketishni boshlaydi-mi? Bunt ko'tarishni boshlashadi. Keyin bir marta bunt, ikki marta bunt, siz o'sha komfortdan chiqishga o'rgandingiz, o'sha siz komfortni buzishni o'rgandingiz, komfortni sindirishni o'rgandingiz-ku, keyin u insonlar aytadi, baribir bu gapida turadi, bu inson qaysar deydi, baribir nima deydi? Harakat qilamiz deydi, o'zimiz uchun o'zimiz va sizni tinch qo'yishni boshlashadi. Unga qadar bu oson bo'lmaydi. Lekin komfort zonada yashayapsizmi, biling, chiqa olmayapsizmi? Yuragingiz siqilib ketyaptimi, zerikib ketyapsizmi, biling, baribir chiqishingizga to'g'ri keladi. O'zingiz chiqmasangiz hayotni tepib chiqarishi og'riqli bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz chiqqanimiz yaxshi.